Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Xitoyning talabi bilan 2 oydan beri Marokashda tutib turilayotgan İdris Hasanning soti 27 oktyabrga kechiktirildi. 33 yoshli İdris Hasan 19 iyul kuni Turkiyadan Marokashga kelib, Casablanca aerodromida Interpol tarafidan qo'lga olingan va qiziltashliq uqtirish chiqarilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti 22 sentabr Xitoyga topshirilish sudi ochilishdan burun Marokash doiralariga İdris Hasanni Xitoyga topshirib bermaslikni aytgan edi. Xalqaro kechirim tashkiloti krizisga taqobil turish bo'limining direktori Jonna Mariner İdris Hasanning hozirgi ahvolining Xitoyning Uyg'ur diasporasini kontrol qilish tirishchanligini ko'rsatib berganligini, Uyg'urlarni topshirib berish yoki boshqa bir shaklda yo'q qilish tahdidi chet eldagi insonlarni so'zlashdan zeriktiradigan qo'rqinchli bir atmosfera yaratadiganligini, Marokashning İdris Hasanni Xitoyga topshirib berishi davlatning xalqarodagi huquq va majburiyatiga xilof ekanligini, shuning bilan bir vaqtda maqsadi zulm, nachar muomalaning xatarini azaytish va oldini olishdagi markaziy davlatlarga qarshi ahdinomining biri bo'lgan Marokashning va'dasiga butunlay xilof ekanligini aytdi. Xitoy davlat medialarining xabariga qaraganda, Xitoy ul asliya qurilishini tezlatish uchun Tibet va Sharq Turkistonda 30 aerodrom insho qilmoqda ekan. Xitoy Lhasani Arunachal Pradeshga yaqin bir Tibetning Neyingchiga bog'lagan tez suratli poyezd qurilishini allaburunla boshlatgan. Xitoy axborotda xalq ozodlik armiya amaldorining havo yo'li qurilishini kuchaytirishdagi maqsadining askarlarni yutkish ekanligini aytganligini xabar qildi. Doklad qilinishicha 115 peshqadam askarni ilib yo'lga chiqqan aeroplan Tibetdagi Shigasi Xeying aerodromidan Xitoyning Sichuan o'lkasidagi Chengduga qarab yo'lga chiqdi. Egallanishicha, yangi qabul qilingan va peshqadam askarlarni Sharq Turkiston va Tibetga akirib chiqish uchun 23 aviatsiya liniyasi rasmiy ochildi ekan. Dokladda Xitoyning Yinchuan, Jiaoyuan va Jiangyidan Nigariga boradigan 3 liniyani vaqtliq ochganligi va Tibetning Nigari rayoniga kirgan askarlarning aviatsiya orqali qo'shiladiganligi, bo'libmi jiddiy ahvol ostida harbiy xodimlarning yetkilishiga ruxsat qilinganligi, Tibetdagi oz deganda 3 aerodromda Tibet va Sharq Turkistonni Xitoyning har qaysi shaharlari bilan tutashtiradigan 20 dan ortiq yangi aviatsiya liniyasi yasash kerakligi o'tirib qo'yilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 76. növbetlik umumiy yig'inining tunji nutqini so'zlagan Amerika prezidenti Joe Biden, Chavshan va Iranning yadro qurollari taraqqiyoti, Beijingning kishilik huquq dafsanchiligi, Efiopiyadagi ichki urush, Afg'onistondagi ayollarning huquq dafsanchiligi, Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasi qatorliq masalalar haqida to'xtalib, dunyodagi diniy asosliqlarni bostirishga qarshi turadiganligini aytdi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan, Xitoy virusi, Sharqiy Oq dengizdagi jiddiylik, musofirlar masalasi qatorliq nurg'un masalalar haqida so'z qilib, Sharq Turkistondagi masala ustida to'xtalganda, Xitoyning zamin putunligi ostida musulmon Uyg'ur turklarining asosiy huquqlarining qo'g'dalishi uchun texim ko'p tirishchanlik ko'rsatish lozimligini ta'kidladi. Xitoy raisi Xi Jinping Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'inida qilgan so'zida Xitoyning chet ellarda yangi ko'mir yiqilg'i qurilishi elib bormaydiganligini aytdi. Parij klimat kelishimining nishonini o'rinlash uchun Xitoy ko'mir yiqilg'i qurilishiga mablag' solishni oxirlashtirish besimiga duch keldi. Xitoy, Indoneziya, Vyetnam qatorliq taraqqiy qilayotgan davlatlarda bir balvoq bir yo'l qurilishi ul asliya turi ostida poyezd, tashyo'l, port va ko'mir zavodi, ko'mir yiqilg'isi bilan ta'minlaydigan elektr stansiyasini mablag' bilan ta'minlagan edi. Amerika prezidenti Joe Biden kelgusi xalqni ko'mir qo'li bilan bo'g'moqchi bo'lganlarga emas, balki erkin nafaslanish imkoni yaratgan kishilarga mansub dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa yerlik turkiy millat aholisining irodasiga vakillik qilib, Sharq Turkiston xalqining haqiqiy haq-huquqiga erishishiga kafolatlik qilish uchun dunyoning har qaysi joylaridagi davlat hukumatlarini Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilgan zamin ekanligini e'tirof qilishga va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga yordam berishga chaqirdi. Seni yaşatmaktır sen üçün ölüştün maqsad.
Sana dağ tekkizmesmen, münkeri ölsemmo. Gururdur, numustur, bayrak ve tuprak. Zalimni güldürmeymen, qenim aqsımı, deydi Necip Fazıl. İnsanның iki нәрсе üçün canını qurban qilishi zörür tepiladi. Biri vatan üçün, yana biri Allah üçün. Vatanimizni ishg'ol qildirmaslik yoki ishg'oldan qutqizish uchun bizga allaburun hamma narsalarimizni pido qilish zörür bo'lib qolgan. Vatanni mustaqil qilmoqcha bu pidokorlikning vaqti o'tib ketdi yoki texi vaqti emas deyish aqlga sig'maydi. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kökünü Allah için köp rahmet. Kiler kıttım programımız. Görüşükçe Allah'a emanet olun sizler.